Kimdir bormi o'zi? Hamshira. Kimdir xaridim menga yo'qmi? Jonimga tegib ketdi. Dorisi tuga bo'ldi buningiz. Dorisi hali tugagani yo'q, opa. Hammasi joyida. Tugab tomirimga havo o'tib ketganda kelardingiz. Havo o'tib ketmaydi, opa. Xavotir olmang. Hammasi joyida. Mana soatga qarab turibman. Esimdan chiqqani yo'q. Hey, yoshlarni esiga ishonadigan ahmoqqa o'xshaymanmi? A? Nimagadir etim uyushib ketyapti, reaksiya berdi shekilli. Reaksiya bergani yo'q, opa. Reaksiyaning alomatlari boshqacha bo'ladi. Hey, alomatlarni o'zim yaxshi bilaman. Boring, doktorni chaqiring. Xo'p. Faqat sekinroq gapiring. Palatadagi bemorlar uxlashyapti. Iltimos. Ular uxlasa menga nima? Meni jonim og'rib ketyapti. Bu kasalxonada tartib insof yo'q ekan. Meni qo'limda ishlaganingiz bormi? Ta'zirlaringizni berardim. Ha? Hey. Tinchlikmi opajon? Nima bo'ldi? Tinchlik emas. Xo'sh. Men bu kasalxonaga churramni oldirgani kelganman, o'lgani kelganim yo'q. Xodimlaringizda tartib insof yo'q. Qo'yib ketganiga 10 soat bo'ldi. Bitta xabar olmaydi. Ummatda xabar olsa ham kam ekan de sizga. Zararlashmang. Tinchaning opa. Hammasi joyida-ku. Hali doringiz tugamagan. Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Operatsiya bo'laman, hech qayrim og'rimaydimi? Og'riyotgani uchun ham dodvoy qilib dodlab yotibman. Bitta og'riq qoldirgan dori beradigan odam yo'q-a? Menga aytmadingiz-ku, opa. Hozir olib kelaman. Tez boring. Doktor, siz bularni qattiqroq o'shing. Bo'lmasa kasalxonada tartib intizom bo'lmaydi. Men ishlagan davrimda kasalxonada pashi usta eshitilardi. Kasalxonada ishlagan bo'lsangiz, demak, hamkasb ekanmiz-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Xo'jalik bekasi bo'lsam ham bosh shifokordan obro'yim kam emasdi. Qaysi kasalxonada ishlagansiz? Oqqon kasalliklarda. O'sha bolalar bo'limida, shundaymi? Ha? Voy. Taniysizmi? Tog' bilan uchrashmas ekan-u. Odam bilan baribir uchrashar ekan. Hammaga uyqu payti bo'ldi. Nima qilib o'tiribsizlar? Qanaqa onasizlar o'zi? So'g'atingiz yo'qmi sizlarni, a? Qayerda o'tiribsan? To'roningdan. Nimaga o'tiribsan bu yerda? Bor palataga bor. Qanaqa bolasan o'zi? O'char yig'lama. O'chir o'zingni. Yo tavba, sizlarga alohida ichish kerak. Nima qilib o'tiribsiz? Boring uxlagan payt bo'ling. Yechaymanlaringizni. Siz nima qilib o'tiribsiz? Bolani qarang. Olmaysizmi men bilani? Hammasini nimaga bunaqa qilib o'tirasizlar? Betlarni tozalash kerak-ku, ha? Chiqlaring hammalaring. Onasini ham, bolasini ham tarbiyasi yo'q. Chiqmaylar men aytmaguncha. Uxladimi hamma? Yotqizing bolangizni. Sen qayoqqa? Hojatga? Bor, ichkariga kirib yot. Chidaysan. Bormasam chidolmayman. Chidaysan. Bor yot. Chida. Kim chidolmayman deydi-ya? Chiqma.
shu yerda turib turgin. Men hozir qarab kelaman. Xo'pmi, bolam? Kela qol Sarvar, tezroq kela qol. Bo'la qol. Anovi yalmog'iz Nusratni oysini jazolagani ketdi. Kela qol. Bo'la qol, bolam. Yugurib borib kelasan. Bor. Uxlashga harakat qilgan. Tezroq tuzalib, maktabga chiqishing kerak. Aytgancha, keyingi navbatchiligimda qizimni olib kelaman. Darslarni tayyorlashingda yordamlashadi. Xo'p? Rahmat. Zuhra opa, Sarvarga ko'z quloq bo'lib turasiz-a? Ha, xavotir olmang, baribir ham kechasi bilan uxlamay chiqaman-ku. Keyingi navbatchiligimizgacha bu palatada hech qanday kasal qolmasligi kerak. Hamma tezroq tuzalib chiqib ketishi shart. Tushunarlimi? Xo'p. Eshitmayapman. Xo'p. Yaxshi dam olinglar. Mayli, rahmat sizga. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshimisiz? Rahmat. Mana choyshablaringiz, mayli sog'ayib ketinglar. Sog' bo'ling. O'tir. Choyshablaringni ham olib kelishdi. Hozir choyshablaringni solamiz. Yaxshimisizlar o'zinglar? Qara. Senga o'rtoqlar bor ekan bu yerda. Ajonim balam. O'rtoqlaringiz ismi nima ekan? Meniki Sarvar, uniki esa Durdona. Sarvar bilan Durdona ekan. Bizlarniki nima? Javohir. Barakalla. Qani, ke bolam. O'tirchi. Oyijon. Mamashala, men qarang, ovqatxonaga qarang, tayyormi? Tayyor Hadyom. narsa? Hamma tursin. Bosh shifokor kelguncha tayyorgarlik ko'ringlar. Tura qolinglar. Shu tushsa yalagudek bo'lsin. Qani? Chaqqan bo'ringlar. Hadyom, qarang, xabar oling yoqdan. Kasallar, bolalarni hammasini sho'ngiltirib, yuvintirib, yuz qo'llarini yuvib, presslarga tayyor qilinglar. Qani? Hadyom. Hadyom dedim. Bosh shifokor kelguncha hamma yaltirasin. Qarayantlarni, yig'ishtiring. Uyqum kelyapti. Assalomu alaykum. Sal sekinroq gapiring, opa. Bolalarni qo'rqitib yordingiz-ku. Hamma yeri o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Bizni ham tekshirishadi. Majburmiz. Tozalikni saqlashga. Qarang, Bo'ldi, yig'lama, bo'ldi. Kech bo'lmasa shovqin qilmasangiz bo'lardi. Bor Sarvar aka. Sarvar aka og'riyapti. Sarvar aka, aytgan. Siz bilan uxlaydi, maylimi? Agar qo'rqsangiz, uni quchoqlab oling, shunda uxlab qolasiz. Men doim shunday qilganman, oyijon. Ha, bolam. Qarang, o'rtog'ingiz qanaqa sovg'a olib keldi sizga. Ha, xo'p, Sarvar. Bo'ldi endi, bo'ldi.
Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sarvarjon, ota-onangni chaqirtirdik. Ertaga ertalab yetib kelishadi. Yaxshi dam olinglar. Sarvarni oyisi kelar ekan. Yaxshi bo'ldi. Sarvar, nima bo'ldi senga? Ko'zingni ochib bolam. Issiq chiqyapti-ku bolani. Uzr, sizlarni ham bezovta qilib qo'ydik. Alohida xonamiz yo'q. Kasallarimiz juda ham ko'p. Hech qisi yo'q. Asosiysi tuzalib ketsa bo'lgani. Rahmat. Shoshil bolasi. Bolajonim. Assalomu alaykum. Va alaykum Assalomu alaykum. Kelinglar. Sarvarim yaxshimi? Ha, yaxshi. Faqat hayajonlamang. Sal mazasi yo'q. Kirsak bo'ladimi? Mayli, kiring, faqat xalat yopib oling sizga, xo'pmi? Xo'p. Kel. Rahmat. Tuzalib ketsin. Voy, Sarvar. Bolam, tuzingsan? Onasi. Onajon, keldingizmi? Onang o'lsin, bolam. Bo'ldi onasi, bo'ldi. Onajon, qarang, Javohir menga nima sovg'a qildi. Voy, rostdanmi? Javohirga rahmat dedingmi, bolam? Deraza yonida esa ertak kitob bor. Uni menga Madina opam olib keldilar. Endi Madina opamning qizlari menga matematikadan dars o'tadi. Hali men senga ko'p kitoblar beraman. Yaxshi bo'lib ketsang bo'ldi, bolam. Nima bu o'tirish? Qani xalat ustsizligi? Qani tashqariga chiqinglar? Bu kasalxonami, bozormi, ha? Chiqinglar tez. Xo'p. Hozir. Nima qilib turibsizlar? Voy. Uf. Yo, mashinani ham tozalab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Tavba qildim. Xo'p. Mana nima qilyapti, ha? Tinchlan bolam. Biz hozir kelamiz. Bo'lamiz, xo'p? Xo'p, oyijon. Sizlar o'zi kimdan ruxsat so'rab kirdinglar, ha? Bosh shifokor kelguncha tashqariga chiqib turinglar. Boringlar. Ketyapmiz, opajon. Tez chiqinglar. O'tiring. O'tiring, opa, hech qayerga ketmaysiz. Bolangizni oldim, bir qadam ham jilmang. O'tiring. Opa. Sizda zarracha bo'lsa ham insof, vijdon, rahm, shafqat degan narsa bormi o'zi? Kasalxonada tartib bo'lish kerak. Qanaqa tartib haqida gapiryapsiz? Chiqib keting hoziroq. Hozirni o'zida chiqib keting shu yerdan. Iltimos, Men siz bilan hozirni o'zida bosh chiqib keting. shifokor xonasida gaplashaman. Gaplashamiz. Ha, hozir ko'rasanlar. O'tiring, Sarvar akamni oldiga o'tiring. Bolam, sen akang bilan o'ynab turgan. Hop, Hozir kelaman. Uzr. o'tiring. To'xtang, shoshmang, qayoqqa? Siz xodimlarni ishga olayotganda ularni biron bir sinovdan o'tkazasizmi yo duch kelgan insonni ishga olaverasizmi? Tushunmadim. Bolalar bo'limida ishlaydigan xo'jalik bekangiz. Ana o'sha bekada odamgarchilikda O harfi ham yo'q ekan. Bemorlar bilan muomala qilishni umuman bilmaydi. Hozir bolasini qo'yda ado bo'layotgan onaga qilgan munosabatini ko'rganingizda edi. Sal qoldi boshiga bu narsa bilan urib tushirishimga. O'zimni arrang deb turdim. O'zingizni bosing. Singlim, o'tiring.
O'tiring. Uni ayol sifatida to'g'ri tushunishingizni iltimos qilaman. Xo'jalik bekasining yoshligida farzandi shu kasalxonada nobud bo'lgan. Charchamadingizmi singlim? Mana buni savoling. Oling. Rahmat. Men ketaman. Bolam, ertaga ertalab kelaman, xo'p? Xo'p, dada. Qayerga borasiz, dadasi? Sattor akaning o'g'li shu yerda o'qiydi. O'shaning yotoqxonasiga boraman. Shu paytda sizni yotoqxonaga kiritarmidi? Xavotir olma. Anavi kelmasdan oldin men keta qolay. Kiritadi, xo'p? Yaxshi borib keling. Mayli, yaxshi dam olinglar. Suv bering. Hozir bolam, hozir. Qani, icha qol. Ich. Nima qilib o'tiribsiz? Turing o'rningizdan. Bu yerlarni tozalamaysizmi? O'tirishingizni qarang. Ha, mashala Padyom. Padyom. Padyom dedim. Hali ham turmaysizlarmi? Padyom. Xudoyim, Padyom. Chiqmoqchimisizlar? Qani yuz qo'linglarni yuvinglar. Darrov. Chiqasizlarmi? Tez-tez yuz qo'linglarni yuvinglar, doktor kelguncha. Hop, tayyor bo'lib turinglar. Hop. Tavba qildim, shunaqa ham esinglar bo'ladimi? Turdinglarmi? Chiqib hamma yog'ini shamollatib, doktor kelguncha chiroyli qilib qo'yinglar.
Xormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi otib turdinglarmi? Assalomu alaykum, Tuzingisizlar? dadasi. Va alaykum assalom onasi. Syurpriz. Syurprizim bor. Bolam. Esingdami, oldingi hafta qo'shni palatadagi qiz, Lola. Otasi qo'shiqchi Yulduzni olib kelgan ekan. O'shanda sen bolalar guruhidagi Tohir Sodiqovni ko'rsam degan eding. Men gaplashdim, ha. Agar tuzalib ketsa, albatta yoniga boraman dedi. Keyin o'zi kelguncha senga kasetasini berib yubordi. Rostdanmi? Ha, hozir. Mana ketdi. Kel bolam. Tura. Ke o'zing yasal. Yetar. Yetadi. Yaxshi bo'lasan. Amaki, men Sarvar akamga ayiqchani sovg'a qildim. Rahmat senga. Rahmat bolam. Dada, rahmat. Arzimaydi bolam. Konsertiga boramizmi? Ha, Boramiz bolam. Albatta boramiz jonim bolam. Sen tuzalib ketsang, hammamiz birga boramiz, xo'p? albatta boramiz. Men hozir kelaman, xo'p? Charchamadingmi bolam? Kel, sekin. Sarvar. Bolam! Jonim bolam! Meni tashlab ketma, o'lgan odam narsasini o'ynamaydi. Shuni o'ynaging keldim, jon bolam. Sarvargingda senga esdalik bo'lib qolsin. Xo'p. O'zim bolam. O'zim jon bolam. Yomon odam yomonligicha qolarkanda baribir.
Javohir Hasanovich, mumkinmi? Kiring. O'yinchoq o'ynayapsizmi? Bu o'yinchoq emas. Men shifokor bo'lishimga sababchi bo'lgan mening qadrdon xotiram. Javohir Hasanovich, 13-palatadagi bemorni nima qilay? Yana injiqlik boshladi. Xuddi bo'limda undan boshqa kasal yo'qdek. Ancha tuzalib qolgan-ku, balki uyiga javob berib borarsiz-a? Yo'q. Unga yaxshiroq qarang. Barcha injiqliklarini bajaring. U rostdan ham kasal. Uni davolash kerak. Men churasini operatsiya qilgan ayolni aytyapman. Men ham sizga o'sha ayolni aytyapman. Uni dardi qanchalik og'irligini siz bilmaysiz. Eng yuqori darajada xizmat ko'rsatilsin. Javohir Hasanovich. Ruxsat sizga. Xo'p. Zora tuzalsa.